Agar sizda tez-tez quloqdan yeringlar ajralma kelishi kuzatilayotgan bo'lsa, eshishingiz yildan yilga pasayib kelayotgan bo'lsa, odamlarning gapini anglay olmayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan sizda surunkali yeringli o'rta otit bor. Men Bakayev Amir, Rossiya Federatsiyasi tibbiyot fanlari nomzodi, 10 yillik tajribaga ega lor jarrohman. Bugun siz bilan surunkali yeringli o'rta otit kasalligini ko'rib chiqamiz. Uni kelib chiqish sabablari, klassifikatsiyasi, diagnostikasi va qanday qilib bu kasallikdan qutulish yo'llarini men sizlarga aytaman. Surunkali yeringli o'rta otit bu nog'ora bo'shig'ining shilliq qavatining surunkali yallig'lanishi bo'lib, u asosan 3 ta simptoma kompleks bilan kechadi. Nog'ora pardada turg'un perforatsiya, quloqdan yeringli ajralma kelishi va eshitishning yildan yilga progressiv pasayib ketishi. Klassifikatsiyasi bo'yicha bu epitimpanit va mezotimpanitga ajraladi. Epitimpanit bu yomon sifatli surunkali yeringli o'rta otit deyiladi. Nima uchun? Chunki nog'ora pardaning taranglashmagan qismida o'sha teshik hosil bo'lib, ichkariga teri o'sib kirib, xolestitoma, ya'ni yaxshi sifatli o'simtaga aylanadi va atrofdagi butun suyak qismlarni yemirib, miyagacha borib qolib, meningit chaqirishi mumkin, quloq suyaksalarini yemirib, karlik chaqirishi mumkin, hattoki quloq ichida yuz nervi o'tadi. Agar uni bosib qolsa, agar uni o'sha kostni kanali bo'ladi, uni yemirsa, agar bemorni yuz falajiga olib kelishi mumkin. Shu uchun buni yomon sifatli surunkali yeringli o'rta otit deyiladi. Ikkinchisi esa mezotimpanit, bu yaxshi sifatli surunkali yeringli o'rta otit deyiladi. Nima uchun? Chunki boya aytib o'tgan asoratlar bu mezotimpanitda kamroq uchraydi. Diagnostikasi o'ta oson. Lor vrach shifokorning oldiga borasiz. Hozir ko'pgina lor vrachlarimizda o'sha endoskop degan maxsus kamera bor. O'sha bilan ko'rsalar agar, o'sha shu nog'ora pardangizda teshik bo'lsa, bilinadi va sizga bu tashxis qo'yiladi. Yana nima qilish kerak? Bemorning eshitishini tekshirish kerak. Hozir nechinchi darajada siz eshityapsiz? 1, 2, 3, 4 yoki umuman xudo ko'rsatmasin o'sha quloq kar bo'lib qolganmi? Mana yaqinda ikkita bemorimiz ketma-ket keldilar. Mana shu bittasi yoshroq, bittasi 35 yoshdan kattaroq bemorlarimiz. Afsuski, ularga hozir parda qo'yib beramiz, lekin eshitishlari baland bo'lmaydi. Nima uchun desangiz, o'sha jarayon juda o'tkazib yuborilgan va ichki quloqdagi nerv kletkalarga ta'sir qilib, ularni nobud bo'lishiga olib kelishgan. Siz ham shunaqa kasalligingizni juda ko'p asorat berishiga yo'l qo'ymang. Yana bir qilinadigan tekshiruv bu kompyuter tomografiya. Kompyuter tomografiya mana shu jarayon qanchalik chuqurlashib ketgan, miya bilan quloqning devorlari yemirilganmi, quloq suyaksalarini barchasi yemirilganmi yoki quloqning ichidan o'sha o'tadigan yuz nervining demori yemirilganmi, shu haqda bizga ma'lumot beradi. Davolash konservativ va xirurgik bo'ladi. Bir narsani yodingizdan chiqarmang. Agar bironta vrach surunkali yeringli o'rta otit bo'lsa, sizda men sizni dori darmon bilan davolayman, quloq orqasidan blokadalar qilaman, o'zim zo'r smeslar yaratib beraman yoki yasab beraman, mana shuni tomizsangiz qulog'ingiz bitib ketadi teshigida desa agar, ishonmang. 99% holatlarda bu yolg'on bo'ladi. Konservativ davolash faqatgina bemorni operatsiyaga tayyorgarlik qilish uchun kerak bo'ldi. Mana shu qulog'ingizning oqishini to'xtatadi, og'riqlarni ketkazadi, lekin pardani bitib ketishini dori darmon bilan qilishni afsuski iloji yo'q. Konservativ davoga nimalar kiradi? Antibiotiklar, ukol yoki tabletka tarzida ichish, quloqga antibiotik tarkibi bor, mana shu tomchilarni tomizish, burunga burun ochuvchi spreylar yoki burunda ham agar shamollash ketayotgan bo'lsa, burunga sepiladigan, yuviladigan dorilar ichiladi. Quloq qurigandan keyin, yiring kemagandan keyin o'sha jarrohlik amaliyotiga o'tkaziladi. Jarrohlik amaliyoti nomi timpanoplastika, ya'ni nog'ora pardani yamash operatsiyasi deyiladi. Hozir ko'pgina hamkasblarimiz shu jarrohlik amaliyotini qilishadi. Ko'pgina bemorlar bizlarga boshqa klinikalarda qilingan jarrohlik amaliyotlaridan keyin murojaat qilishadi. Mana shu parda butun turibdi, juda chiroyli, lekin bemor eshitmayapti. Nima uchun desangiz, timpanoplastikning mohiyati faqatgina pardani tiklash bilan cheklanib qolmaydi. Shu parda orqasidagi quloq suyakchalar agar yemirilgan bo'lsa, qotib qolgan bo'lsa, toki ularni mana shu qotib qolganini tozalamasangiz, yemirilganini joyiga protez qo'ymasangiz, pardani qanchalik zo'r qo'ymang,
bemor eshitmaydi. Shuning uchun bir vaqtning o'zida timpanoplastika ham nog'ora pardani yamash kerak bo'ladi, ham quloq suyakchalini protezlash kerak bo'ladi. Biz bu jarrohlik amaliyotini o'z klinikamizda ancha yillardan beri, Xudoga shukr, juda muvaffaqiyatli bajarib kelmoqdamiz. Agar yaxshi eshitmasangiz, yaxshi ilm ola olmaysiz, chunki muallimingiz tushuntirib berayotgan mavzuni yaxshi bilmaysiz. Ikkinchidan, odamlarga qo'shila olmaydigan bo'lib qolasiz, chunki odamlar bir ikki sizga gapiradi, siz eshitmaysiz, birontasi bir o'ylovsiz bo'lsa, garangmisan desaga, odam birdaniga boshqacha bo'lib, o'sha mana shu odamlarga qo'shilgisi kelmaydi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun bu juda katta ijtimoiy muammo. Boya aytganingizdek, yaxshi ilm ola olmasa, o'sha bir kelajakda yaxshi bir kasbning egasi bo'la olmaydi. Shuning uchun agar bolangizda yoki o'zingizda shu muammolar bo'lsa, bizga murojaat qiling. Bunaqa chidab, bir kun yaxshi bo'lar ekan deb yurmang. Shifo Allohdan, lekin bu shifoni sababiyatni qilish insonning o'zidan. Shuning uchun azizlar, agar sizlarda shunaqangi muammolar bo'lsa, bizlarga murojaat qiling, biz sizga zamonaviy, malakali yordam beramiz.